Farzandingiz tug'ilganda qancha suyunch puli olgansiz? Kommentariyada yozing. Endi har bitta tug'ilgan chaqaloq uchun $55,000 beriladi. Tug'ilish ko'rsatkichi har bir ayolga o'rtacha 0,87 ta chaqaloq bilan rekord darajadagi eng past darajaga tushgani sababli mamlakat oilalariga har bir bola uchun qariyb 55,000 AQSh dollari miqdorida mablag', shuningdek uzaytirilgan ota-onalik ta'tili hamda uy-joy bo'yicha qo'llab-quvvatlash choralarini taklif qilmoqda. Mamlakat aholisining 21% dan ortig'i 65 yosh va undan katta yoshdagilardan iborat bo'lib, super keksa jamiyatga aylanish jarayonida turibdi. Bosh vazir Lorens Bong ota-ona bo'lishning kechikishi, ishdagi bosimlar va o'zgarayotgan afzalliklarni sabab qilib ko'rsatib, faqatgina moliyaviy rag'batlantirishning o'zi tug'ilish kamayishini ortga qaytarishi dushvorligini tan olgan. Shu sababli Singapur aholi va ishchi kuchi qisqarishini sekinlashtirish uchun kuchaytirilgan oilaviy qo'llab-quvvatlashni uzluksiz immigratsiya bilan birgalikda olib borishni rejalashtirmoqda. Bu ma'lumotni qolganlarga ham ulashing.